Keyingisi demak, mutlaqo foydalanamiz, buxavik effektidan. Buning uchun buxavik yaratish kerak. Buning uchun yaratib o'tirmadim. Futbolkani oldim. Add dedim. Okay, mana. Okay, ustiga kiyildi. Simulationni yoqaman. Demak, rangga olib o'chirib tashlayman. Mana. Yoqalarni ham o'chiraman. Edit patternga kiramanda, mana bu o'rtada qatlayman. Mana. Endi buxavikim sal kaltaroq bo'lishi uchun shu edit patternni belgilab turib, tepaga strelka bilan kaltalashtirdim. Mana. Endi ikkalovi orasini o'chirmanda bu yerga molniya tiqib qo'yaman. Molniya tiqish esingizda bo'lsa, demak, nima qilamiz? Ikkita detalni bir-biridan ozgina surardikda, bizada bitta ustiga borsam ziplar chiqadi. Demak, ikki marta bosaman. Bundan boshidan ikki marta bosaman. Va manda mana simulation qilaman. Manda bular demak qoldi. Qadaldi bir-biriga, orqani demak so'tlayman. Endi yana nima qilaman? Edit patternga o'taman-da. Edit pattern emas, uzr. Internal polygon line'da yo'l chizib olaman. Mana keyin edit patternga o'tib, o'ng tugmani bosaman shuni ustida-da, keyin offset internal line deyman. Mana bunda offsetlar chiqadi. Demak, mana bitta xatoni o'zgarib turadi. Mana bu emas, mana belgilanib turadi. Demak, men bo'lsa o'chiraman-da, Favorize'ga tanlayman mana va mana bu yerda ularni sonini ko'paytiraman. Demak, mana har 5 santimetrda deyman, demak, chiqarib kiring. Tak, edit patternga o'tdim. O'ng tugmani bosdim. Chizig'im ustida offset internal line ni tanladim. Offset chizganim uchun menda chiqib turibdi bular. O'zi mana bitta 1 turadi. Mana bitta 5 bo'lmaydi, o'rniga 0.5 mi shunaqa turadi. Deylik 1 turgan bo'lsin. Mana bitta ham bu belgi turmaydi. Demak, men aytaman remove reverse objektini tanlayman. Demak, mana bu 1 o'rniga deylik 5 santimetrda liniyalarni takrorlasin dedim. Va mana bu number of offsetga davom ettirsam, mana menga chiqib keladi. Deylik, tepagacha bo'lsin. Okay dedim. Mana orqa bo'lagida ham xuddi shu ishni bajarish uchun uni yonma yon qo'yib olaman. Deylik, internal polygon line ni tanlab, forcedan qo'yib oldim. Edit patternga o'taman, o'ng tugmani bosaman. Boshqa narsa. Offset as internal line dedim. Mana menga chiqib keldi. Men qarab turibsizki, pastga ketyapti. Menga pastga emas, both side emas, menga reverse bo'lsin. Extendni o'chirib qo'yaman. Menga emas, pastga ketyapti. Okay, desam pastga tushdi. Yo'q, bunga pastga kerak emas. Demak, chiziq topdi. O'ng tugmani bosaman. Offset as internal line. Internal line. Mana ichiga chizdi internal line desam. Keyin boshqa qilishni dedim. Reverse dedim, direction. Reverse direction internal line tanladim.
Orbit. Yes. Okay. We have the basket. 5 centimeter. Both sides. Both sides son. Both sides kerak menga. Reverse. Bu yerda reverse o'chirib qo'yakanman. Extend bilan maintain unaqa turar ekan. Dedik orqada hop, tashqariga chiqib ketdi. Lekin tashqariga chiqish kerak emas. Ko'ylakchi simulation deyman. Endi chizuvlarni chizdim mana. Chizuvlarni. Endi hammasini tanlayman-da, bilmam qaysi tanlayman va bundan o'chirib olaman. O'zi belgilab beradi. Simulation deyman. Okay. U tushirib berdi. Sen bo'zdoqlar orasiga. Shuningdek, mana bu yerda nimani fo'qiniligini tanlaykansiz. O'rtak, g'oz foizida tanlab beradi. Endi yanayam effekt bo'lish uchun mana pastliklarni tanlaymiz. Bular ichki chizigimda. Bularda shrinkage, demak, horizontally kattaroq olaman. Deylik, horizonda deb enter bosdim. Simulation desam. Simulation. Okay. Yana online'ga semizroq beradi. Просто detalim kattaroq edi. Ya'ni semizroq. Shuning uchun umanda kattaroq chizdi. Otlar lekin bor. Okay. Ya'ni men chizuvni tanladimda. Ko'proq kiyim olsak, iloji chiqadi. Semizlik uchun menda ko'p unaqa effekt o'xshamaydi. O'ng tarafdan qaraganda endi o'xshaydi. Oldin naqshlar chiqadi. Semizroq kiyim tanlasak, ozroq yopishtiradigan kiyim tanlasak, menimcha yaxshiroq bo'ladi.